Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun savolimizni boshlaymiz. Demak, parametrli tengsizliklar. Endi parametrli tengsizliklar bugungi temamizda endi tengsizlik berilgan bo'ladi. U parametr bilasizlar, endi qandaydir k, m, a, m yo b, m degan qandaydir parametr aralashadi. Tengsizlik belgisi bilasiz, tengsizlik uchun parametr tengsizlik bo'lib turibdi. Endi bugungi temamizda funksiya degan temamiz bor. Oldinda o'tadigan temamiz bor edi, funksiya degan. Shu vaqtda bugungi temamiz funksiya degan temaga bog'lanishli yerlar borda. Ya'ni funksiyani oldin ko'rgan odam, tushungan odam bugungi temada yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, oldin funksiya degan temani ko'rmagan bo'lsangiz, tayyor shartlari bor. Misol yozib ketsak, so'ngga yetkazib ko'rmaymiz. Endi xudo xolasa keyingi oldinda xudo xolasa o'tamiz funksiya degan tema. Shu vaqtda nega bunday shartlar bor, nega bunday jarayonlar bo'layotir, nega bo'layotir o'sha vaqtda funksiyaning o'zini tushunib ketsak, yaxshi tushunasiz deb o'ylayman. Xudo xolasa. Demak, birinchi misoldan ko'p ketaveramiz. Demak, shartni aytib qo'ydik. O'sha tengsizlik deydi. Tengsizlik yechimga ega bo'lmaydigan, ya'ni buni tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi deb atadi. Bo'lma yechim bo'lmaydi. K'ning butun qiymatlar orasida eng kattasini toping deydi. K'ning butun qiymatlar orasida. Hozir biz yana tengsizlik yechimiz bir araliq chiqadi. So aralıqda eng ulkan ma'nosini topib ber deb atadi. Demak, qarang, tengsizlik yechimga ega bo'lmasin deb atadi. O'zimdan berib qo'ygan tengsizlik bizlar yechimga ega bo'ladi shart. Ya'ni 0 dan ulkan bo'lgan uchun yechim bo'ladimi insonda? Endi soni yechimga ega bo'lmoq uchun qayta o'zgartiramiz. Eslab qoling. So tengsizlikda kx kvadrat plus 2x plus k plus 2ni men belgisini qarama-qarshisini o'zgartiraman. Yechimga ega bo'lmasin deb aytdim. 0 dan kichik qilib qo'yaman son. Kishi 0 dan ham tengini ham qo'yaman. Endi qarang, shunday tayyor shart bor, shunday yozib keting. Agar tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi desa, agar nerda ulkan 0 bo'lsa, qat'an ulkan 0 bo'lsin. Kishi belgisini qarama-qarshisini o'zgartirasiz, kishi 0 dan deb ham tengini ham qo'yib ketasiz. Agar buni ulkan yoki teng 0 dan bo'lsa, soni kishi qilib o'zgartirasiz 0 dan qilib ham teng qo'ymaysiz. Agar tengi bo'lsa o'zinde boshqa berilgan o'zinde tengi bo'lsa, keyingisida belgisini o'zgartirib teng qo'ymaysiz. Agar tengi yo'q bo'lsa, belgisini o'zgartirasiz, tengi qo'yib berasiz. Tengi bo'lsa qo'ymaysiz, keyingisida boshida bo'lsa, keyingisida qo'ymaysiz. Xullas, tushunarli bo'ldi, menimcha. Qarama-qarshisini o'zgartirasiz, tengini qo'yib qo'ymayman. So ikkinchisiga qarab, birinchisiga qarab turib aniqlab olamiz. Endi shartlari bor dedik. Tengsizlik yechimga ega bo'lmoq uchun kvadrat tengsizlik qo'yildi. Parametrga bog'lansin. Endi biz yerda oldin kvadrat tengsizlikda a degan koeffitsient bor edi. Sol 0 dan kichik bo'lishi kerak ham diskriminantimiz ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Shunda tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni azg'anday tushunib ketsam bo'ladi, funksiyani grafikda qarang. Grafik bo'lsa, biz yerda x qo'shadi, y qo'shadi. Grafikda mana biz yerda oldin ax kvadrat plus bx plus c teng 0 degan kvadrat tengsizlik bor edi. Soda a degan koeffitsiyentimiz shu yerda 0 dan kichik bo'lsa, ya'ni minus ham bo'ladigan bo'lsa, parabola deb aytiladi. U төменге qarab o'tib bo'ladi, төменге qarab turadi. Mana shoxlari deb aytiladi-da. So shoxlar төменге qarab turadi. A degan koeffitsient 0 dan kichik bo'lsa, ya'ni minus son bo'lsa, төменге qarab turadi. Endi tengsizlik parabolamiz bo'lay o'tuvda mumkin bu. 10 zidga baylanishli desa, bu mana diskriminantga baylanishli. Agar diskriminant 0 dan ulkan bo'lsa, demak bunday o'tadi. Agar diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, ikkinchisi o'tadi, төменге o'tadi. Nega bunday bo'lar? Diskriminant 0 dan ulkan degani o'zi ikki yechim bor degani emas bu. Tengsizlikda o'zi. Ikki yechim bor degani u nima? X o'rnida kesib turgan ikki yeri. Mana x1, x2. Biz oldin tengsizliklarda, tenglamelarda topganimiz bor bu. X1, x2 usullarda negizinde. Endi bu funksiya degan temada aytadigan zatlar negizi
Biroq buni temani bayanlash uchun asosan tushunib ketamiz. Nechta tushunib bo'ldi? Biz yerda жағдайда hozir mana usul жағдай o'tibdi hozir. Ya'ni A degan koeffitsiyentimiz yerda 0 dan kichik bo'ldi. Shuning uchun төмен qarab turibdi. Parabola shoxlari төмен qarab turibdi. Ham diskriminant 0 dan kichik bo'lgani uchun mana x o'g'ini yaqinlashmaydi. U temaydi. Nega desangiz diskriminant 0 dan kichik. Uning ma'nosi yo'q. Tushunarli bo'ldi menimcha. Agar bunaqanday tip qolganida vaqtda teng bo'ladi edi yerda. Ya'ni tida degan bir sheshim bor deganda, bu yerda bir sheshim bo'ladi. Unda shart emas bu yerda hozir. Agar diskriminant 0 dan ulkan bo'lsa, unda aytira bulay o'tadi. Endi A 0 dan ulkan bo'lsa, u bulay qarab, yuqori qarab turadi shart. O funksiya degan temada tushunib ketamiz. Sal ozroq bo'lsa-da tushunib ketdik hozir. Demak, usul x equal sistemani deb qo'ysam bo'ldi, sistemani. Demak, biz yerda A ning o'rnida nerda k turibdi. X kvadratdan olib turadi dedi A degan koeffitsient. Unda so k ni kishi 0 dan istaymiz. Keyingisida diskriminant endi. Diskriminant deb bilamiz qo'y. Diskriminantni 0 dan kichik istaymiz kerak. Diskriminant endi formulani b kvadrat minus 4 atsa bo'ladi. B ning o'rnida 2 turibdi. B ning kvadrati 4 minus 4 a s plus Sanning o'zidan barisi bilasiz. X ta qo'yilib turgan yo'q zatning hammasi o'sha sadr naqzasi bo'ladi. Usul 0 dan kichik deb hisoblaymiz. Shart to'g'ri yozib beramiz. Tushunib o'tira menimcha. Yuqorisinda turaversin. Oxirida bu qo'y sistema olib qo'ysam bo'ldi. Bu qo'y uchun olma yo'l sanab qo'yib, sistema degan u qo'y uchun olma yo'l degan o'zi. Demak, aslida tensor deb ketaylik. 4 ga bo'yib bersinlar. 1 minus k plus 2 kishi 0. Endi ochib chiqardim. 1 minus k kvadrat minus 2k kishi 0. Endi k kvadratdan oldin minus 1 olmaydi. Minus 1 qo'yib bergan k kvadrat plus 2k minus 1. Endi tensor belgisi o'zgaradi. Ikki javob minus 1 qo'yib ketgandan minus naqa bo'linadi deganda u o'zgardi. Endi nada k1 k2 ni topib kerak. Hozir yerda diskriminant vet bo'yicha jikilanmayotganda, unda diskriminant hisoblaymiz. b kvadrat minus 4 a minus 1 ga teng, sayimiz minus 1. Nega plus 1 bo'lib ketmaymi? Demak, diskriminantni 8 shart-kani, unda k1 k2 ni topamiz. k1 teng minus b emas 2 minus ko'rinasida 8 degan 2 ko'rinak emas-ku? 2 ko'rinasida 2 bo'lingan aslida 2a degan jarabayda x'si bor, a minus 1 ga teng. Bundan javobi minus 1 minus ko'rinasida 2 kene. Endi ikkinchisi k2. To'shnilarni o'rtasi plus qilamiz-ku? Ne plus bo'ladi? Ondan minus 1 plus ko'rinasida 2 degan san ekan. Demak, bo'ldi. K1 k2 ni topdik. Endi buni aralab qo'yamiz. Men izini yerdan olib ketaman. Demak, nayikoni qaysi ekan desangizlar, o'rtasi plusga ulkan bo'lmaymi? Nayikoni o'rtasida minus, ikki qo'shilib ketadi, minus bo'lib ketadi. Bu mana holda keladi, unda. Minus 1 minus ko'rinasida 2. No, minus 1 plus ko'rinasida 2 degan san. Aralab qo'ysangiz, endi tengsizligimiz plus minus plus deb ajratamiz. Bizlarga oxirgi tengsizlik nima edi? 0 dan ulkan deb aytdik. Ulkan desa, unda plus aralab ham qo'ydik. Aralab qo'yishda endi bag'ana shartimiz ham bor yerda. K 0 dan ulkan bo'lsin deb aytdik. Endi mana narsa. Shamon men shart qilishi degan san bo'ladi. Ko'rinasida 2 degani 1.4 degan san emas-ku? Shamon men. 1.4 minus 1.4 bo'ladi. Minus 2.4 degan san. Minus 2.4 degan san. Buni esa 1.4 1.4 ga minus 1 qo'shsam 0.4 bo'lmaymi unda? 0.4 degan san. Shamon men desam-da, endi 0 degan san o'rtada keladi. Nerda 0 degan san bor. So 0 dan kichisi olaman deb naqar. Naqar ket. Bu yerlarda yuradi, biroq kesilib deydi, u kerak emas bizga.
Demek onda javobimiz minus cheksizlikdan kelib turib minus naqan deydi. Minus 1 minus ko'rinasida 2. Nav kirmaydi bizda. Qatan bo'ldi. Kirmaydi, nav kirmaydi. Endi bizga shartni aytib o'tirayotgani qani butun qiymatlar orasida eng kattasini toping deydi. Butun qiymatlar orasida deydi. Endi butun cheshimlar orasida naqd bilasiz, naqd kerak emas bizga. Naqd o'ydan naqd aniqlanib bo'lsa endi ikkovi kesilgan joyda olib kerak-ku. Naqd kesilgan so'shini yoqib qoladi. Endi bundan aytmoqchimiz buni -2.4 degan san qandaydir endi shaman u. Misol kimdir 2.5, 2.6 degan san dasada qatelashib shamal olib ketdi. Endi bundan buni yaqinda qanday butun san bor? Endi buni qaramaymiz qo'sira. Buni qarab bu bo'z ko'prik chiqib ketdi. Demak, buni aytganda -3 degan san bor emas-ku. Eng ulkan araliqda eng ulkan butun san -3 degan san ekan. Biz so'rab o'tirdik. Ikkinchi so'rovga keldik. Ikkinchi so'rovda shartni aytadi. A ning qanday qiymatlarida tengsizliklar sistemasi yechimga ega emas dedi. Bu shartni o'zgartiradigan yer bor. Qarang. Demak, hozir buni tengsizlikni men жаңа shartni e'tibor bermay istesam, tengsizlikning sheshimga ega bo'ladigan shartidan hozir bizga sheshimga ega bo'lmasin deyapti. Bunda birinchi qarang. Yuqorida tengsizlikni x topsam bo'ldi. Nega desangiz, astindag'isini o'zini istesam, a da belgisiz, x da belgisiz. Onu topolmayman. Bir tengsizlikda ikki belgisiz topolmayman. Bundan ko'ra yuqoridan birinchi x topalayman. Qarang, minus 7x plus 3x ni minus qo'yib o'tkazaman. Minus 10x qo'ymayman. Nanda qo'yib minus 10x bo'ladi. Minus 7 nanda minus qo'yib o'tkazsam minus 10 bo'ladi u. Endi minus 10 ni bo'lib bersam, x belgisi qarama-qarshi o'zgaradi. 1 ga. X 1 dan ulkan degan san. Aralığını topadi x dan. Endi aslida ana qaraymiz. Plus x ni ham minus qo'yib o'tkazsam, 2x ayirib x ning o'zi qoladi. Kishi a ning o'zi 4 naqta 1 ni qo'yib o'tkazsam minus 1. Bu na ikki sharti bor. Qarang, bizda o'smida x sistema paydo bo'ldi. X ulkan 1, x kishi a minus 1 sistema. Endi qarang, yuqorida da x 1 deydi. Qo'sh tengsizlik qo'y negizda. X 1 dan ulkan men deyatir, biroq a minus 1 dan kishi men deyatir. X 1 dan ulkan bo'lsa, qarang. A minus 1 ulkan bo'ladi 1 dan. Ya'ni hozir men tengsizlik sheshimga ega bo'ladigan shartim bor. Biroq menga tengsizlik sheshimga ega bo'lmasin deyatir. Meni tushundik bu o'zi. Qarang. X a minus 1 dan kishi men deyatir. A minus 1 dan kishi men deyatir, biroq 1 dan ulkan men deyatir. Ya'ni qarang, tengsizlikni qo'sh tengsizlikda bitib yozadigan-ku. X turadi a minus 1. Yoqda kishi 1. Nazardan negiz nazar-ku. Bitta qo'sh tengsizlik yozsa. Qarang, x da 1 dan ulkan javob mana. Nashar. Buni o'chirib tursam-da 1 dan ulkan degan nashar emas-ku. Endi buni o'chirib tursam, x bilan kishi men deyapti nashar. Turishdi? Unda жаңағындай x taptas temizda ikki shetni birlashtiramiz. Nega desangiz x 1 deydi yuqorida. Unda 1 kishi a minus 1 dan. Turishdi? Endi aytganimizda жаңа bu tengsizlik sheshimga ega bo'ladigan shart hozir bu. Bizlar жаңа shartida biroq tengsizlik sheshimga ega bo'lmasin deyapti. Unda жаңағындай o'zgartiramiz. 1 ulkan yoki teng namoyon xatam o'tiribdi, teng namoyon istediga a minus 1 dan. Tushunib oldingmi hemşe? Tengsizlik o'tib olib, endi bu yerda a'ni topolgan bo'lsak, a kishi yamasa teng minus 1 naqa plus 1 olsam 2 bo'ladi. A 2 dan kishi degan san bo'ldi. Uchinchi so'rovga o'tamiz. Uchinchi so'rovda aytadi, ushbu tengsizlik yechimlar to'plami 2 va 6 oraliqdan iborat.
Şişimi deyip bunun arasında deyip de usu segmentin arasında segment dep aytıladi. Mana iki şey. Usu aralıkta şişimi usu aralıkta deyip de bizge AB'ning ko'paytmasini toping deb qo'yibdi. Bunda bize qarang. Aralıklar suv degan tema o'tgan, bu da oldingi temada. Aralıklar suvunda qanday hosil-maqosim turgan bo'lsa, nolga teng bo'lib turgan bo'lsa, tengsizlik bo'lsa, tenglamay bo'lsa da nolga tengashtiradi degan. Ondan nolga tengashtirsam x minus a teng nolga, x minus b teng nolga deb olamiz. Ondan da x topamiz. X teng minus tag'i plus o'tsa a ga teng bo'ladi. X teng nima qo'ysa b ga teng bo'ladi. Endi buni aralıkqa qo'yaylik degan. Aralıqsiz olamiz. A'dan B'ga chiqim deb. Endi plus minus plus deb o'zgartirgan. Endi bizga tengsizlikda 0 dan kichik yoki teng deyapti. Unda 0 dan kichik yoki teng degan minus aralig'i emasmi? Arasi. Endi bizga tengsizlik arasida deyapti. Tengsizlik shishimi arasida deyapti. 2 6 degan aralıqda. Endi 2 6 degan bo'lsa, buni biz yerda 6 ga teng bo'ladi, buni biz yerda 2 ga teng bo'ladi. Bu aralıqning o'zi bo'lib qoladi. Hozir yerda A bilan buni qaysi qizig'i yo'q, qaysini A, qaysini B deb olib. Bundan B, A desangiz ham bo'ladi. Ikkinchi turgan baribir ulkan jag'i buyoqda turadi. Demak, shu aralıqda bo'lgan uchun shu ikki shartlab ketaveramiz. Ikki shetning chegarasini ketaveramiz. Kreatin bo'lib turgan uchun. Demak, shu demak 2 bilan 6 ning arasida chiqqan bo'ladi-da javoblar. Endi bizga qo'yilmasini so'rayapti. 2 qo'yilgan 6 12. Beshinchi so'rovga qaraymiz. Beshinchi so'rovda aytyapti shartinde. Tengsizliklar sistemasi A ning qanday qiymatlarda yechimga ega bo'lmaydi deydi. A'ning ma'nosini topib berishimiz kerak. Yechimga ega bo'lmaydi ma'nosini aytadi. Hozir bu shartni e'tibor bermay, istab ketaversak, yechimga ega bo'ladigan shartni topgan bo'lamiz-da. Agar tengsizlikning belgisini qarama-qarasini o'zgartirib qo'ysak, unda yechimga ega bo'lmaydigan shartni o'tamiz. Demak, qarang. Buni oldin misolda hisob ketayotgan, yerda x turgan edi oldin qismda. Unda buni qaytadan bir sizlikli tengsizlikka o'tkazamiz. Qanday? Ax 3a plus 3 ning ulkan men deyapti. Nada ax esa nada 7a minus 3 ning kichik men, ulkan men deyapti. Nada kichik men deyapti. Bunda 3a plus 3 ulkan bo'ladi. Ulkanga teng bo'ladi. 7a minus 3. Durustmi? Agar buni tushunmasangiz, sanasangiz ham bo'ladi. Ax ham misol 10 da 5 da degan sanni olsangiz bo'ladi. Har misol 5 degan sanni olsak, 5 dan kichik men deyapti. 5 kichik men deyapti 3a plus 3 dan. 5 ulkan men deyapti 7a minus 3 dan. Ya'ni bu narsani o'rtada bunday ko'pir desak ham bo'ladi. Ikkovi bir-birini baylab berib turamiz. Demak, bizga hozir tengsizlik yechimga ega bo'ladigan shartida, endi janada oldingi misollarda da ko'rdik, birinchi misollarda. Bundan tengsizlikning belgisini qarama-qarasini o'zgartiramiz. Teng bo'lsa, absentniki 7a minus 3. Endi qarama-qarasini o'zgaradi, teng qo'ymay ketaman. Teng bor o'zimda. 3a plus 3. Endi mana bu yerda aniqlaymiz. Qanaqa o'tkazsam 4a bo'ladi. Ulkan minus 3 naqa plus 3 bo'ladi. A ulkan 1,5 bo'ladi. A 1,5 ulkan mendadir. Demak, bu javob dedi. Kirmaydi. Kiretmandan balki kirmaydi dedik. Bizda A javob bo'ldi. Endi demak, keyingi so'rov 13-so'rovga qaraymiz. 13da M ning qanday qiymatlarida tengsizlikning eng katta manfiy yechimi minus 3 ga teng bo'ladi deydi. Eng katta manfiy yechimi minus 3 ga teng bo'ladi. M ning qanday qiymatlarida? Qarang. Tengsizlikda proporsiyaga bo'lmaydi edi. Ya'ni x belgisiz bo'lib bizda. Belgisini bilmaymiz, minus va plus va. So'ng shundan plus 10 qilib olib o'tkazamiz, qarab minus 10. Mx plus
9 bölüngen x plus 10 ülken yaki teng 0 dedik. Endi olma bölmedi. X'ten beremiz. Koyduk mx plus 9 plus 10 x bo'ladi. Bölüngen x'te tasarruf jürmün. Tengsizlikte bulmayt ne diyor? Tasarruf jürmün. Endi bu tengsizlikte albımlar çeşitlemesi. Yani parametresiz olsa da yukarısı nölge teng deyitmek, aslında nölge teng emes deyitmege. Onda x teng emes nöl degen bir şeşim emes, yani bir nesi var, anıklan olmuş var. Endi yukarısı nölge teng dem gerek. Mx plus 10 x plus 9 teng nölge. Endi nerede x tabalayım? Qara. M plus x bölüngen x minus plus 9 ne minus 9'a ötüyorum. Nerede düşündük bak. Nereden iki ödede x var o x tartışıp ettiğinde x ne koysan beraber bir değil. Koydu tuttu ne diyeceksiniz? Süt m plus 10 kalmıyor mu şimdi? Nerede x de koyduk 10. M plus 10. Nerede x var? Demek ki nerede x tamam. Onda x tamam için ne böleceğim mi? X'ten minus 9 bölüngen m plus 10 bo'ladi. Deysizmi? Endi jan shartini aytib o'tiradi. M'ning qanday qiymatlarda tengsizlikning eng katta manfiy yechimi minus 3 ga teng deydi. Eng ulkan manfiy yechimi deyapti. O'zida qara oldinda minus var, manfiy yo'q negiz. Minus qo'y. Onda eng ulkan minus yechimi minus 3 ga teng deyapti. Onda x'imiz minus 3 ga teng deyapti. Onda minus 9 bölüngen m plus 10 teng minus 3 ga teng bo'ladi. Endi qarang, bir siziqda turganlar sarılmayın, aslında biri var o. 3 bilen no ketdi. Endi 3 qoladi. Proporsiya aytdik, minus 3 teng minus m minus 10 degan ham bo'ladi. Endi minus 1 qoladi. M topmasam m ne qo'yib ko'ring. M teng ana ha plus qo'ysa minus 7 bo'ladi. M'nin minus 7 degan ma'nosida. Shunchasiz bo'lgan bo'lsa, demak aqlni ko'rdik. Bir arada bir-birini o'xshash so'rovlar tashlab ketdik, ko'rgan misollar. Demak, bani chiqarib kelsak bo'ldi. Demak, savolimizni bugun shu yerda o'z jumani jetdi. Xo'sh, sog' salomat bo'ling.